Assalomu alaykum. Efirda Diyor yangiliklari axborot dasturi. Dastlab bugungi ko'rsatuvimiz haqida. Olot tumanidagi 6-umumta'lim maktabida yangi o'quv binosi qurib foydalanishga topshirildi. Yurtimizda ta'lim sohasini isloh qilish va uni zamonaviy talablarga moslashtirishga qaratilgan keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ushbu islohotlar negizida ta'lim tizimining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, pedagog kadrlarning mehnat sharoitlarini yaxshilanishi, yosh avlodning zamonaviy bilim va ko'nikmalarni egallashiga zamin yaratmoqda. Olot tumanida Davlatboy mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 6-umumta'lim maktabi uchun yangi qo'shimcha o'quv binosi qurib foydalanishga topshirildi. Olot tumanida so'nggi yillarda ijtimoiy soha infratuzilmasini yaxshilash, aholiga qulay sharoit yaratish hamda yoshlar uchun zamonaviy ta'lim muhitini barpo etish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Davlatboy mahallasi tumanning olis hududlaridan biri sanaladi. Bu yerda joylashgan 6-umumta'lim maktabiga qo'shimcha 330 o'rinli zamonaviy o'quv binosining qurib berilishi esa aholi tomonidan quvonch bilan qarshilandi. Ta'lim maskaniga yangi o'quv binosining foydalanishga topshirilishi tantanali kechdi. Keng jamoatchilik, faxriy ustozlar, mahalla faollari ishtirokida kechgan tadbirda tuman hokimi so'zga chiqib, yangi tashkil etilgan ta'lim muassasasi nafaqat o'quvchilar, balki butun mahalla hayotida ulkan ahamiyat kasb etishini ta'kidladi. Zamonaviy sinfxonalar, yorug' va keng o'quv xonalari, xavfsizlik hamda qulayliklar bilan jihozlangan binoda o'quvchilarning sifatli ta'lim olish imkoniyatlari kengayishini alohida qayd etdi. Tadbirda faxriy ustozlar ham o'z samimiy fikrlarini bildirishdi va ushbu maskanni barpo etishda xizmat qilgan quruvchilarga minnatdorchilik bildirildi. Shundan so'ng ishtirokchilar birgalikda o'quv binosi imkoniyatlari bilan tanishdi, tahsil olayotgan o'quvchilar bilan suhbatlashdi. Men ham mana shu maktabda bir necha yillar o'qituvchi bo'lib, xizmat qilib, mana shu yerdan nafaqaga chiqib yurgandim. O'qituvchilarimizning orzusi ushaldi bugun. Mana shu maktabda ko'pdan 600-700 atrofida o'quvchilar 422 o'rinli maktabda shu paytgacha bilim olib keldilar. O'qituvchilarimiz 2 smenada dars berdi. Bu esa o'quvchilarimiz uchun ham, o'qituvchilarimiz uchun ham ancha noqulaylik tug'dirardi. Mana bugun endi mana maktabimiz yangi bino qurilib ishga tushirildi. Bundan keyin bu yerda o'quv ishlari, o'quv samaradorligi yanada oshishiga albatta imkoniyat eshiklari ochildi. Bugun maktablar uchun, xalqimizning farzandlari uchun, farzandlarimizning bilim olishi uchun muhtaram prezidentimiz qanchadan qancha yangidan yangi qarorlar chiqaryaptilar. Mana shu qarorlarga amal qilib, bugun o'qituvchilarimiz